Ko'chalarni ham o'zini vibe bor, to'g'risini aytganda. Ko'chalarda asosan suvenirlar sotiladi. Bu ko'rishingiz mumkin. Yeguliklar, suvenirlar bu yoqda. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda odamlar o'tiradi. Asosan suvenir shoplar ko'p. Bu yoqda fan shop, nimadirlar, xullas juda ham zo'r. Keyin odamlar turlar bilan yuradi. Sorry. Sorry. Xullas shunaqa naprotiv techeniyega chiqib qoldim hozir. Odamlarga qarshi. Shunaqa moment keldi hozir. 1 2 3 deganda siz Charles Mosga yetib kelgan bo'lasiz уже. Mana bu to'g'ridagi binoni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Biz yaqinlashib boryapmiz. To'g'risini aytganda bu juda ham eski bino, qadimiy to'g'rirog'i bino.